Assalomu alaykum hammaga. Mana shu undan oldingi qo'ygan istoriyam. Men za что sizlarga pul ko'paytirib beraman. Qanaqasiga odam bunchalik sodda bir bo'lish kerakki, чтобы pul beradi. Men ofisim bo'lsa, bir razgovor bo'lsa, bir narsa bo'lsa, men odamlarni ofisimga chaqiraman. Bu bo'lmagan narsa, nimaga ishonyapsizlar? Qanchadir pul qilib beraman deyapti, 200 ming so'mmi 1 millionga beraman deyaptimi 4 soat ichida kaketa tak. Men bunaqa qilsam men o'zim uchun ishlayman bo'ldi. Men za что kimdir ko'paytirib beraman. G'alati emasmi? 5 barobar. Xuddi $1000 bergandan keyin $5000 qilib beryapti. Men ishlasam, lekin o'zim uchun ishlayman. Bu ishonib bunaqa nima deydi, aldanib bu darajada sodda bo'lmanglar. Iltimos kallani ishlatinglar. За что men qilib berishim kerak sizlarga o'zi вообще. За что? O'zinglar o'ylanglar. Endi qo'pol bo'lsa ham gapiraman, bu bitta xizallak o'tirib avvalambor bu O'zbekistonda bo'lmasa kerak, bu haromdan bo'lgan itdan tarqagan bir haromni, to'g'risi. It chet eldan o'tirib olib turib quloqlarga tepib yotibdi-da. 600 ming so'm yozib qo'ygan, 600 ming so'mga 10 million so'm. Qanaqa u biladi. Qat'iy harom ish qilsa ham unaqa pul topib bo'lmaydi. Endi barram bo'lish kerak emas. Odam kallani ishlatinglar. Bunchalik ham sodda bo'ladimi odam degani, kallani ishlatinglar. За что men sizlardan 600 ming so'm olaman deb 10 million qo'yaman. За что nimaga men sizlarga qilib berishim kerak? Qaysi debil agar bu narsani biladigan bo'lsa, bunaqa narsa qiladi. U yo'q, unaqa narsa, O'zimiz bozorda ishlasa ham misol uchun birga bir qilishimiz ham mumkin, lekin 1 ga 10, 1 ga 20 qilib ketmaymiz. Kallani ishlatinglar. Ko'zni ochinglar, biladi.